Mana shu 10 ming dollar men sizga beraman. Agar buni o'zingizga olsangiz, mana shu qizil qutichaga solib olishingiz mumkin. Yoki boshqa ko'plab muhtoj oilalarga ishlating desangiz, mana bu yashil qutichaga solamiz. Qaysi birini tanlaysiz? Agar xola pulni o'zlariga emas, boshqalarga yordam berish uchun tanlasalar, mana shu qutidagi 50 ming dollarlik uy karate ularni kutib turibdi. Mayli, yashil qutichaga solavering. Boshqalarga yordam berish tanlaganingiz uchun buni ichidagi sovg'a sizga. So'rayman. Meni ham katta-katta uylarda yashashga haqqim bor-ku. Men ham o'shanday uylar qilayin, bolalarimda omadini ber. Xudo xohlasa Alloh kam qilmaydi. Niyatlarimizni ijobat qiladi. Niyatlarimga yetkazadi men. 5 sekunddan keyin yangi hayotga qadam qo'yasiz. Tayyormisiz? 3 2 1. Yangi uylar bor bo'lsa xola. Bu sizingiz. Alloh berdi. Alloh sizga shuncha qiyinchiliklaringizga yarasha mukofoti bilan siyladi. Alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sizlar uylarda ko'rgandim, bir donagina ko'rpacha edi. Endi mana divan, hamma orzu qilgan mebel. Orzu qilardim men faqat bular. Alloh kalsa hozir bir kunni izlab shaltirib qo'yadi.